Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana yana bir navbatdagi darvozalarimizni o'z joyiga olib kelib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib oldik. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Samarqand viloyati Pastorg'om tumaniga olib kelib, zakaz bo'yicha olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlarimizni YouTube kanalimizni ko'rishib, albatta darvozalar katalogimizdan o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib zakaz qilishganda, xudo xohlasa joylariga olib kelib chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta shunaqangi sifatli, arzon temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Albatta bu o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz va shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, aziz yurtdoshlar, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Darvozamiz birinchisi eniga 370, bo'yiga 380 razmerda bo'ldi. Darvozamiz ikkilik listda yasalgan, hurmatli yurtdoshlar. Oddiy skromniy variantda bo'lgan ruchnoy rabota darvozamiz. Asosiy stoyka qismi darvozamizni o'nlik shiviller bo'lgan, listlari pilisovoylik ikkilik list, kraskalari to'q mokroy asfalt svetda bo'lgan, matviy holatda qilib sepilgan. Qovurg'a profillari 6 ga 4lik, 1.7 lik stenali qalin qora profillardan foydalanganmiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz 1 kvadrat metri dastavka ustanovkasi ichida 900 ming so'mdan o'rnashtirib berdik. Albatta polni qalin temir mahsulotlaridan tayyorlandi va aynan mana shu fasondagi darvozamiz hozirgi kunda 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan 950 ming so'mgacha tayyorlab berilyapti. Materialni yasalishiga qarab, kelishilgan holda qalin yuqorligiga qarab tayyorlab beryapmiz. Albatta aziz yurtdoshlar, shunaqangi darvozalar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana zamoklari ham shu qora matviy zamokdan qo'yilgan. Mana juda ham chiroyli holatda qilib o'rnatib berganmiz va bir qator orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, mana darvozamizning orqa holatini ham ko'rishlaring mumkin. Tekis holatda, juda ham bir skromniy holatda chiqqan. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, xudo xohlasa imkon boricha yasab olib borib, tayyorlab, tanlagan darvozalaringni ustanovkalarini qilib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.